Assalomu alaykum hammaga Malina obunachilari. Mana bugungi videolarimizni 2025-yil 26-oktyabrdagi holati. Hozir kuz ham hech kim ishonmaydi. Kuz o'rtasi tugab, oxirlariga kelyapmiz. Lekin malinalarimiz g'ijja bo'lib pishib yotibdi. Hozir buni hech kimga ayta olmayman. Oktyabr desam, hozir hamma hayron bo'ladi. Mana malinalarni ko'rib, bu oktyabr videosi emas deyshadi. Afsuski, hozir oktyabr 26-oktyabr 2025-yil. Bu hech qanaqa chet el pet el emas. Bu o'zimizning ona yurtimiz Toshkentdan olinayotgan videolar. Mana malinalar. Wow, jiqqa bo'lib pishib yotibdi. Joyimiz Zangeta, Nazarbekda joylashgan. Boshqa malinalarni o'zimizga yetishtiramiz. Xo'p, men bugun videomda maqsad nima? Maqsadim mana shu dinli va malinalarni sizlarga ko'rsatib, qanaqa hosildorligi, qanaqa unumdorligini ko'rsatib o'tishlarga. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa men hosillarni sizlarga videolarda ko'rsatib, sizlarga hamma narsa haqida ma'lumotlar berib ketib o'taman. O'tgan safar ham bitta shunaqa randomli video qilgandim. Mana shunaqa video qilishga qaror qildim. Shuning uchun juda ko'pchilik mendan so'raydi, mana shu malinani orasi qanday bo'lishi kerak deb. Orasi 1,5 metr, 2 metr bo'ladi. O'zingizga havola 1,5 metr tashlash. Biz asosan 1,70 shunday qilganmiz. Uzunasi bo'lsa 1 metrga 3 ta ekiladi. Orasi 30 santimetrdan bo'ladi. Mana qilib ekilib ketaveradi. Men ko'pincha shu YouTubedan ko'p savollar beriladi. Shu savollarga hammasiga javob berib ketaman shu videomizda. Orasida ham sizlarga malinalarimizni ko'rsatib qo'ldan kelgancha malinalarimizni. Xo'p, savollardan bittasi, bizdan ko'p so'rashadigan narsa, joylar qayerda? Joyimiz Toshkent, Nazarbekda joylashgan, Zangeta. Xo'p, dastavka bormi deysizlar? Dastavka albatta bor. 100 tadan ko'p olgan mijozlarimiz uchun dastavkalarimiz bor. Narxlari qancha? Narxlari 35 ming so'mdan. Denli malina ko'chatlarimizning narxlari 35 ming so'mdan. Qachon ekiladi? Ekilgan payti mana hozirgi paytda ekiladi. Hozir ayni paytda bizga ko'chatlarga zaklab berib qo'ysanglar, biz xudo xolasa ko'chatlarning ustida ishlarni olib borib, sizlarga iloji boricha ko'chatlarni 2 hafta 10 kun ichida yetkazib olib boramiz. Yana qanaqa savollar bo'lishi mumkin? Buni qanaqa sug'oriladi? Bu kaplindan sug'oriladi. Mana ko'rganingizdek, tagida kaplinlari bor. Shu kaplindan sug'oriladi. Dog' qachongacha beradi? Dog' -4 gacha beradi. -4 gacha bu malinalarimiz hosil beradi. Sovuq urmasa bo'ladi. Aniq men bitta kunni ayta olmayman. Mana paytgacha hosil beradi. Lekin hosil berish kuni iyundan to boshlanadi. Iyundan to boshlanib ketdi shu. -4 bo'lgungacha hosil beraveradi. Mana malinalarimiz ajoyib tarzda o'sib ketmoqda. Bu yog'i endi dala bu taraflar. Xuddi Meksika, Amerika yotibdi. Sizlarga mana randomli joylardan ponni olib ko'rsatib ketiraman. Videoni uzoqroq bo'lishi mumkin. Shu hisobda bemalol o'tirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Bu malinalar kasalligi qanaqa deb so'rashingiz mumkin. Kasalligi chidamli bu malinalar. Klesh, trips, shunga o'xshagan kasalliklarni o'zidan chiqarib oladi. Nimaga deganda, bayatchu bularga klesh, tripslarga bunaqa narsalar yoqmaydi. Sug'orish sistemi, sug'orish qanaqa sug'oriladi? Buni bir kunda yo'lchilar paytlarida 2 mahallab sug'oriladi. 2 mahallab sug'oriladi. Chunki bular 90% suv bilan bu malinalarimiz. Mana ko'rtinglar, jiqqa qilib pishib yotibdi. Hosildorligi VIP. Xo'p, bu malinalardan 90% suv bilan shu hisobdan kuniga 2 mahallab ham suv ichaveradi. Suvdan qisish kerak emas bu malinalarni degan taqdirda. Xo'p, yana nima?
Hop. Keyin menga berilgan savollar. Bu ko'chat qachon hosil beradi? Hop. Ko'chat ekkandan keyin hop, xudo xolasa noyabrlarda ekadigan bo'lsangiz, shu may oxiri, iyunni boshlariga sizlarga hosil beradi. Minnor uzr so'rayman. Men bitta mencha o'ta olmayman-ku. Loy bo'lib yotibdi. Mencha o'tarsan kerak-ku. Qurib qolibdi. Yaqin orada, yaqinligida mana shu turib yorilganda. Mana endi sizlarga hozir sizlar uchun mana shu loydan ham o'tib ketaman. Oyog'imni loy qilib bo'lsa ham like bosishlarni unutmanglar. Sizlar uchun video qilyapman. Mana. O'nli malina. Hop, malina qachon ekiladi deyapti. Malina shu oktyabr, noyabrda ekiladi. Ekilgandan keyin xudo xolasa yozni boshi, bahor oxirlariga sizlarga hosilga kirish boshlaydi bu. Va hosildorligi qanaqa? Necha kilo beradi? Qancha beradi birinchi yil deganligi? Men o'z kitobida 2 kilo yozilgan. Lekin men sizlarga hech qachon 2 kilo demayman. Nimaga deganda? Sizlar agar 2 kilo ololmay qolsanglar, mendan 2 kilo chiqmadi deyishim mumkin. Shuning uchun men sizlarga yarim kilo deb aytaman. Birinchi yil yarim kilo hosil olasizlar. Birinchi yil yarim kilo hosil olgandan keyin o'sha ikkinchi yil agar ko'chatga tegmasanglar, xudo xolasa ikkinchi yil ancha massa bo'ladi. Yarim kilo olgan hosilingiz eng kamida sizlarga 1,5 kilo hosil beradi. Albatta buni agrotexnikasini to'g'ri qilganlarda. Katta hosil olurasizlar. Hop. Yana qanaqa? Bu kasalligi anaqa quyoshdan himoyalashlik kerak. Men har safar mana shu narsani aytib chiqaman. Quyoshdan himoyalashlik shart. Chunki bu Yevropa navli ko'chatimiz. Bu o'zimizning mahalliy navli malinalardan emas. Ularni quyoshdan himoyalash shart. Bo'lmasa, bular quyosh urib, hosildorligini ancha yo'qotib yuborasizlar. Masalan, shon malinalarimiz. Ha, bozor talabi qanaqa bunaqa? Masalan, kimdirlar unaqa deydi, kimdirlar bunaqa deydi. Men o'zim fikrimni aytadigan bo'lsam, to'g'risini aytganda, hozir aralashishga masalan 100 ming so'mdan sotamiz, to'g'risini aytganda yetib bera olmayapmiz. Mana shu joy 90 suv to'lay joyimizda malina chiqadi. Bu yerdan ko'pchilik 100 kilodan oshib teramiz, xudoga shukr. O'rtacha bir 120, 150 mana shu atroflarda malina teramiz. Kunora. Va shu malinalarni terib, o'zimizning bozorga hattoki yetib olmayapmiz. Mana shu katta malinalarimiz. Agar kimda kim masalan bozorda bitta yurgan bo'lsa, ko'rgan bo'lsa balki surishtirib ko'ringlar, masalan katta malinalar narxi nechi puldan ko'ringlar, buni nechi puldan hammasini bilinglar. Ana o'shandan keyin bemalol taqqoslaysa bo'ladi. Mana katta malinalar. Masalan yiri-yiriligini. Mana. Men to'g'risini sizlarga bitta so'zlarni bu manaqa deb aytib bera olmayman. O'zingizlar undan ko'ra ko'ringlar, o'zingizlar fikringizni bildiringlar. Mana masalan bu malinalarimiz chet eldan kelgan. Yevropa navi, Polsha, albat Delniva. Iltimos qilardim, lekin boshqani Polshaning boshqa sortli navlarini adashtirmasliginglarni. Chunki ular masalan Polsha, Polka, keyin Palana degan sortlar bor. Ular masalan bitta bir marta masalan hosil beradi. Yiliga 2 marta hosil beradi ular. Bu malinalardan bo'ladigansa, yiliga 2 marta hosil beradi. Yiliga sizlarga 2 marta, ular Polshalar yiliga 2 marta hosil bersa, bu malinalar bitta shu iyundan boshlab to ketdi. Mana shu to qish suv urgungacha hosil beraveradi. Mana hosildorlik yana agar -4 bo'lmasa, xudo xolasa, menimcha почти qishda ham shu yerdan malina teraveramiz. Hozirgi men kunni aytib o'taman sizlarga. Hozir 26-oktyabr 2025-yil. Oktyabrda lekin hali men o'zim aytadigan bo'lsam, oktyabrda bunaqa havoda men bunaqa futbolkalarda yurganimni eslolmayman. Demak, mana ko'rasizlar, havo ham zo'r bo'lib turibdi. Malina bo'lib havo bo'lyapti. Zo'r havo bo'lyapti. Malinani g'ijillab, voy.
Faqat terib olishga uspet qilib olsanglar bo'ldi deyapti malinalar o'zi ham. Voy deyapti malinalar. Videoim ham уже 10 minutdan oshib ketibdi. Lekin sizlar uchun, sizlar aziz muxlislarim uchun talab va istaklariga binoan men videolar olib yuribman. Chunki masalan odamlar bog'da bog'ingizni ko'rsating, polnisti deyishyapti. Mana men qo'limdan kelgancha hamma narsani ko'rsataman sizlar uchun. 10 minut oshib ketgan bo'lsa ham sizlar uchun ko'rsataman. Buning uchun faqatgina men sizlardan juda katta narsalar qildim. Bitta like, kommentariy yozib qoldirsanglar, albatta xursand bo'lgan bo'lardim. Shuncha mehnatimizda. Bu o'zi bo'lmadi, bu mashaqqatni. Bunaqaga erishishi o'zi bo'lmadi, to'g'risini aytganda bu malinalarni chiqarishi. Lekin mana shu joyga men aytaman, noyabrda ekilgan. Agar ishonmasanglar, pastda videolarimiz ham bor. Pastda videolarni ko'rsanglar ham bo'ladi. Men shu joyga 2024-yil 27-noyabrda tugatilgan sanalargacha turibdi. Malinalarimiz mana ajoyib bor-ku. Bir-biridan go'zal malinalarimiz. Tugash niyati yo'q, xudoga shukr mana. Voy, buni bir so'z bilan sizlarga men tasvirlab bera olmayman, to'g'risi. Buni o'z ko'zinglar bilan ko'rganingda ham jabar bir boshqacha, to'g'risini aytganda. Voy bay deydi-yu. Voy dod. Men hozir 29 ta qatorim bor. Shu yerda masalan sizlarni aylantirib chiqa olardim, jon-jon deb aylantirib chiqardim. Lekin videoyim kamida 3 soatlik video ketadi. Shu hisobdan sizlardan ming bor uzr so'rayman. Videoyimni mana shu yerda mana oxirigacha olib borib ko'rsataman sizlar uchun. Iloji boricha shu savol berganlar savollariga javob berib ketaman. Hammasiga savol berib ketaman. Keyin yana bitta odamlar so'raydi. Bu suv tushgandan keyin nima bo'ladi? Suv tushgandan keyin albatta buni tagidan kesamiz. Chunki bu remontantni sort. Deliva navi. Har yili bu tagidan kesiladi. Minus bo'lgani chunki bular uyquga ketadi. Uyquga ketgandan keyin bo'ldi. O'sha bularni biz tinch qo'yamiz. Tinch qo'ygandan ham ustidan rahmat etib, go'nglarni to'kib, suvlarni berib, ko'mib qo'yamiz. Bo'ldi. Shu bilan qishin bo'yin yotib, erta bahordan yana uyg'onib, bizga mana shu shirinlar, shakar mevalarni berishadi. Davom etishadi. Ajoyib bo'lib yotibdi. Lekin bu malinaning bitta minus tarafi bor. Eslatib qo'ying. Buni har kun terishlar kerak bo'ladi. Ishinglar ko'payadi. Zato har kuni qo'lingizga soqqa tegadi. Har kuni puli bor. Buni aytishim mumkin. Klient qanaqa? Klientdan muammosi yo'q. Sizlar malina chiqarib qo'yinglar. O'zi bozorchilarning oldida sizlar, bozorchilarning o'zi sizlarning oldingizga kelib, menga malina qilib berib turishadi. Eshiklarni buzorayin deb. Chunki men o'zimdan misol qilib sizlarga aytayapman. Odalar. Joyimiz ham o'zi Toshkent City'ning to'g'risida. Toshkent City. Hozir paytda sug'orish ishlari ketyapti. Malinalarimizni Xudo xolasa agar minus 4 bo'lmasa, malinalardan hosillarni teraveramiz. Ajoyib tarzda. Xudo xolasa menimcha hali beri suvchi o'xshamaydi. Chunki bir oylik ob-havoni qaraganimda ham noyabrda ham hatto minus 4 ko'rmadim. Minus 4 yo'qmi? Demak, malina xudo xolasa dalsh teraveradi degani. Mana shunday ajoyib malinalar. Mana ham loy bo'lib o'tgan ekan. Oyoqlarim lekin loy chiqib ketdi. Mana sizlar uchun bitta qatori aylanib polni ko'rsatyapman. Bitta emas, 3 ta qator ko'rsatib qo'ydim. Mana shu malina ishlamandalar uchun. Mana
turba yorilgan edi. O'tgan ana kunlari o'sha turbani asorati hali ham turibdi. Xudo shukr, malinalarimiz hech qanaqa zarar yetkazgani yo'q. Malinalarimiz shunday shakar bo'lib, go'zal bo'lib pishib yotibdi. Ketdi uzilmasdan, xudo shukr berib yotibdi malinalarimiz. Hop, nima deyishni ham odam o'sha bilmayapti, o'sha gap ham qolmadi. Endi buni nabigam o'z ko'zinglar bilan ko'rganinglar boshqacha-da. Kelib, ko'rib, buni yeb, mazasini bilganga hech narsa yetmaydi. Malina zorimiz. Menimcha sizlarni xudo qolsa hamma savollarga men javob berdim deb o'ylayman. Agar bu videoda kamchilik bo'lgan bo'lsa yoki videoda bu savollarga javob bera olmay qolgan bo'lsa, men bor uzr so'rayman. Yozib qoldirsanglar, men xudo xolasa sizlarga hamma savollarga javob berib o'taman. Xudo xolasa. Yaxshigina zanimatsiya ham bo'ldi o'zim uchun. Malinalar. Ajoyib malina zorimiz. Video hech qanday montaj narsiz bo'lyapti. Jonli o'z qo'limga olib sizlar uchun shu malina zorimni ko'rsatib beraman. Sizlarga qiziqarli bo'lgan narsa uchun. Mana malina zorlarimiz. Nihoyatli changal zor bo'lib ketgan malinalar. Oho. Juda ham ko'p kelyapti. Ajoyib malina zorimiz mana. Hop, o'sha videolarimiz ham 18 minutlik o'qibdi. Ana fon nima shu malina zorimizni men aylantirib sizlarga ko'rsatib chiqardim. Ammo meni ham vaqtim chegaralangan. Bo'lgan joylarim bor, qilgan ishlarim bor. Shu hisobda sizlarga xayr emas, ko'rishni juda qo'ygan bo'lardim. Keyingi videolarimizda xudo qolsa ko'rishguncha omon bo'linglar. Agar qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Men qo'ldan kelgancha sizlarga javob berib o'tishga harakat qilaman. Xudo xolasa hech kiminglarni kommentariyalaringlar javobsiz qolib ketmaydi. Hammasini o'zim kommentariyada yozganinglar, hammasini o'zim ko'rib o'tiraman. Savollarga ham albatta o'zim javob beraman. Hop, men otim Ibrohim edi. Sizlarga video ulashganimdan o'ta xursandman. Keyingi videolarimizda yana ko'rishguncha shu malinada xayr deb qolaman. Sog' va omon bo'linglar.